Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshilamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sherqiy Türkistandagi majburiy emgakning ko'lami va chetilish doirasi haqida ko'plagan dalil isbotlar ma'lum bo'lgandan keyin, dunyo miqyosida bu hodisani ayblаш, shundaqla zamonaviy qullar emgaki deb atalayotgan bu xil majburiy emgak bilan chetishlik ta'minot zanjirini cheklash sadolari ko'plab o'tirg'i chiqishga boshladi. Gerçi bu sahada qisman ilgirlashlar barliq kelgan bo'lsa-mu, hali ham xili ko'p sondagi savdo shirkatlarining Sherqiy Turkistondagi majburiy emgakdan manfaatdor bo'lib-atganligi. Buning bilan ularning bilib bilmagan holda Uyg'urlarni bostirishdek irqiy qirg'inchilik qilmishiga sherik bo'lib qolib-atganligi diqqatda bo'lishga boshladi. Ana shu xildagi hodisalarning navbatdagi eng yangi taraqqiyotga qarab chiqish uchun Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 10 mart kuni maxsus guvahliq berish yig'ini chaqirgan. Yig'inda oldi bilan komitet raisi Gail Manchin so'z qilib, Sherqiy Turkistondagi majburiy emgakning hamda Uyg'ur jamiyatining umumiy ahvoli haqida qisqacha tushuncha berdi. Keyin muavin raisi Tony Prinkis Amerika hukumatining Xitoy kompartiyasining Sherqiy Turkistonda o'tkazgan zulm va irqiy qirg'inchilik hodisasi ko'ngil bo'layotganligini alohida ta'kidlab, navbatda Amerikaning Yevropa va Osiyodagi ittifoqdoshlarini erkinlik, demokratiya va diniy e'tiqod erkinligini savdo munosabatlaridan a'lo o'ringa qo'ymaslikka, texmi muhimi Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati orqali Sherqiy Turkistondagi qirg'inchilik jinoyatlariga sherik bo'lib qolmaslikka da'vat qilayotganligini. Chunki Uyg'urlar o'zlarining e'tiqodi sababli bu qirg'inchilikka giribtor bo'layotganligini so'zlab, o'zlarining har qachon ezilgan xalqning ovozi bo'ladiganligini bildirgan. U so'zining oxirida kutilmagan xizmat o'rlashtirish sababli bugungi yig'inga qatnasha olmay qolgan Kengash palata a'zosi Marko Rubioning yig'inga aytgan so'zini o'qib o'tdi. Marko Rubioning xatida Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan qirg'inchilik qilmishi hamda insoniyatga qarshi jinoyatlarining butun dunyoning diqqatini qo'zg'ayotganligi, Uyg'urlarning Xitoydan farqli e'tiqodga va kimlikka ega bo'lganligi uchun yo'qotish obyekti bo'lib qolganligi, Xitoy kompartiyasining navbatda Uyg'urlarni va ularning diniy e'tiqodini o'zlari uchun tahdid deb hisoblab, uni yo'qotmoqchi bo'lganligi, Xi Jinpingning barcha shayiga jumladan dinga rahbarlik qilib, Uyg'urlarni uzil-kesil o'zgartirish va yo'qotishga urinayotganligi, mana bu shunday bir qabih niyatning hozir majburiy emgak shaklida ijro bo'layotganligini, bu xil zulmlarni cheklash, qirg'inchilik qilayotganlarni jazolash orqali Uyg'urlarni adolat va insoniy erkinlikka ega qilishimiz lozim deyilgan. Mazkur komitetning komissarlaridan Nuri Turkalmo bu masala haqida alohida so'z qildi. O so'zida Amerika Savdo ministrligi Sherqiy Turkistondagi majburiy emgak chetishlik muassasalarini e'lon qilgandan keyin bir qism Amerika shirkatlarining bu masalaga astoydil muomala qilayotganligini, ammo yanada xili ko'p sondagi g'arb shirkatlarining bu xil savdo aloqasini davom qilayotganligini, ularning bu vaqtda so'z bo'lganda biz 3-taraf orqali bu savdoni davom qilyapmiz deb o'zlarini oqlayotganligini, ammo buning bilan majburiy emgakdan xoli bo'lishga kepillik qilish mumkin emasligini. Navbatda Amerika hukumatı bu masalani ma'ni qilayotganda har qaysi savdo shirkatlarining bu chaqiriqqa agishish lozimligini so'zlab o'tdi. Shuning bilan birga guvohlik berish taklif qilingan shohidlardan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, ishchilar huquqlari birlashmasi, kommunizm qurbonlari xotiri fondi va boshqa tashkilotning xodimi guvohlik berib, Amerika hukumati e'lon qilgan iqtisodiy jazo berish usulining haqiqatan tez unumi ko'rilganligini ta'kidlab, diplomatik besimni davom qilishning muhimligini, bo'libmi Amerika hukumati Sherqiy Turkistondagi qirg'inchilikni e'tirof qilgandan keyin Kanada, Avstraliya qatorliq ko'plagan davlatlarning buningga ovoz qo'shayotganligini, mushundaq ahvolda texmi ko'p davlatlarning majburiy emgakni cheklash sepiga jalb qilishning muhimligini o'ttirib qo'ydi. Guvohlik berish yig'inidagi yana bir shohid kommunizm qurbonlari xotiri fondining oliy tadqiqotchisi doktor Adrian Zeniz navbatdagi Uyg'urlarning majburiy emgak selinishi haqida ma'lum bo'layotgan lager tutqunlarini emgak selish hamda atalmish namratlikdan qutuldirish nomida Uyg'ur dehqon yoshlarini Xitoy o'lkalariga arzon baholi ishchilar qo'shini qilib yo'tkash masalasini alohida ta'kidlab, Xitoy kompartiyasining mushkildagi majburiy emgakni davom qildirishidagi bir muhim maqsadi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish bo'lib, bu xil o'zgacha xarakterdagi majburiy emgak insoniyatga qarshi jinoyatning barliq moddalariga to'liq tushadiganligini ko'rsatgan. Guvohlik berish yig'inida komitet a'zolari guvohlik beruvchilardan turli savollarni so'ragan. Shu qatorda komissar Nuri Turkalmo navbatdagi reallikqa qarata Bayden hukumati nimalarni qila olishi mumkin deb so'raganda, guvohlik beruvchilarning biri Miros fondining oliy tadqiqotchisi Oluya Enas bu vaqtda o'z qarashlarini so'zlab, hozirgidek Uyg'urlarni majburiy emgak selish borgan sir avjilayotganda, Amerika hukumati oz degandimi Sherqiy Turkistonda ishlab chiqarilayotgan barliq mahsulotlarni majburiy emgak bilan bog'lanishliqqa deb qiyos qilgan asosda ish ko'rish, 2 yillik muddat ichida Sherqiy Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliqqa bo'lgan shirkatlarga hamda bu xil majburiy emgakni ijro qilgan shaxslarga jazo berish, ommaviy tushunchani oshirib kishilarning majburiy emgakka bo'lgan qarshida bo'sish hosil qilish qatorliq 5 turli ishni qila oladiganligini alohida ta'kidlagan. Yig'in uyushtiruvchilar oxirida yana Sherqiy Turkistondagi majburiy emgakka doir masalalar haqida har qaysi vakillarning fikrini olgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi yig'inlarning dokladlari Amerika hukumatiga yo'llanilgan bo'lib, ularning tashqi siyosat va boshqa tegishli qarorlarni olishida muhim asos bo'ladi ekan. 10 mart kuni Xitoy kompartiyasi Tibetdagi zoravorlikqa qarshi turishning 62 yillik munosabati bilan Tayvanda yashaydigan Tibet guruhlari Taybedagi erkinlik maydonida xotirlash faoliyati o'tkazdi.
Mazkur faoliyatga qatnashgan 11-ci növbətlik Tibet dini daisi Gordon Rinpoche 1959-yılı 10 mart Tibetlərinin Xitay zoravanlıqqa qarşı turuş jarayonini əslab, zoravanlıq tinish qarşı turishda ching turdiganligini bildirgan. Tibet ve Hindistondagi Kirti monastirining 11-ci növbətlik dini daisi Gordon Rinpoche Tibet tilida o'z vaqtida Tibet vakillarining atalmış 17 moddalik kelishimni imzolashda amalsiz majbur bo'lganligini eslatib, o'zi ko'ygan Xitoy Kompartiyasining Tibet poytaxti Lasaga qarab atgan 300 dan ortiq zambirak o'qining Lasani vayron qilganligini, Xitoy Kompartiyasining ayni vaqtda Lasaning vayron bo'lishiga qaramay Tibetni bostirib egallab olish ekanligini bildirgan. Sotsial Demokratlar Partiyasining a'zosi Miyaoboya Xitoy Kompartiyasining bostirishi bilan Tibetning yemirilishi, dunyoning har qaysi joylaridagi surgundagi Tibetlar yanada o'z tili, madaniyati va tarixida ching turdiganligini, Tibet xalqining g'oyasining kundan kunga amalga oshirishga yiqilishidiganligini, hamda baldirroq vatani, yurt makonlari qaytadiganligini so'zlagan. Tibet Tayvan kishilik huquq kengashining direktori Lin Shenyi Xitoy Kompartiyasining 2008-yillik yozliq olimpik tanarakat musobaqasidan foydalanib, Tibetlik ziyonkashlik qilganlik uchun 2022-yili Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarakat musobaqasidan andish qildiganligini bildirgan. 1951-yili Xitoy Kompartiyasi Tibet hukumatini 17 moddalik kelishim imzolashga majburlagan. Shuningdek keyin Sichuan, Qinghai, Gansu, Yunnan va boshqa joylarda majburiy xalq savdo kooperativini yo'l qo'yib, cho'ng sakrab ilgirlashni ilgari surib, nurg'un Tibet monastirlari vayron qilingan. Shuning bilan Tibet Xitoy to'qinishini keltirib chiqargan. Uzun o'tmay Xitoy Kompartiyasi 17 moddalik kelishimni bir taraflama holda yirtib tashlab, 1959-yili 10 mart kuni keng ko'lamli qurolliq bostirishni boshlagan. Shu sababdan Tibet 14-ci növbətlik dini daisi Dalai Lama Hindistonga ketgan. Cumhurreis Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ötküzülgen 100-ci növbətlik İstiqlal marş ko'rgazmasiga qatnashdi. Hamda muhim söz qilib, 12 mart kuni qabul qilingan va yozilganiga 100 yil bo'lgan İstiqlal marshining faqat mustaqillikning namoyandi sifatida emas, balki 84 million xalqning hammasi uchun bir gavdalish nuqtasi ekanligini, Türkiye davlatida siyosiy ideyalari, ko'z qarashlari, mazhablari va g'oyalaridan o'xshash bo'lmasligi mumkinligi. Ammo İstiqlal marshining Türkiye xalqining kimligi ekanligini, istiqlol va istiqbol tushunchasining simvoli ekanligini ta'kidlagan. Buningdan 100 yil ilgari Osmanlı imperiyasiga tengilgan xewer shartnomasini tilga olib o'tgan Cumhurreis Erdoğan, buningdan 100 yil ilgari xewer shartnomasini qandoq orqaga tushirib o'tgan bo'lsa, bugungi kunda Fethullahchi terrorlik tashkiloti, bölgünchi terrorlik tashkilotlari, PKK qatorliq shaykalarning vositasi orqali davlatiga tengilmoqchi bo'lgan qandoqdir xewer shartnomalarini shundoq betchit qilib tashlaydiganligini, Türkiye'nin mustaqilligini jon tikib qo'g'dashni izchil davomlashtiradiganligini ta'kidlab, qandoq badal to'lashdan qat'iy nazar Türkiye bayrog'iga sahib chiqadiganliklarini qayd qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligi Da'éshning demokratik Kon'go va Mozambik guruhlarini terrorlik tashkilotlari tizimiga kirgizdi va tashkilotning bu ikki davlatlik katta boshlarini yer shari xarakterlik alohida terrorchilar deb atadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan yozma bayonotda Da'éshning demokratik Kon'go guruhi deb bilinadigan ittifoqdosh demokratik kuchlar va mujohidin tashkilotlarining chet el terrorlik tashkilotlari tizimiga kirgizilganligi hamda tashkilotning katibishi Safa Musa Balukoning yer shari xarakterlik alohida terrorchi deb atalganligini eskartgan. Da'éshning Mozambik guruhi ekanligi qayd qilingan Ansarus Sunna tashkilotining tizimga kirgizilganligi bildirilgan bayonotda tashkilotning katibishi Abu Yasir Hassanning yer shari xarakterlik alohida terrorchi qilib bekitilganligi ta'kidlangan. Bu doirada bu tashkilotlar bilan munosabati bor shaxslar va o'rin tashkilotlarning mol-mulklarining to'g'natib qo'yilganligi, Amerika fuqarolarining bu tashkilotlar va shaxslar bilan aloqa qilishning cheklanganligi uqtirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.